Chimildiqdagi ajal yoxud go'shangidan eshitilgan faryod. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, iltimos videoroligimiz keng tarqalishi uchun like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Tong saharda ayol kishining faryodi butun mahallaning tinchini buzib yubordi. Eng yomoni bu ovoz tuni kecha to'y bo'lib o'tgan xonadon tomonidan kelayotgan edi. Ana shu narsa ko'pchilikni sarosimaga solib qo'ydi. Har qalay qandaydir fojia yuz bergani aniq edi. Nikoh to'yi kutilgandek dabdaba bilan o'tdi. Kuyov chimildiqqa kirgach, yangilarning noroziligiga qaramay, ularga javob berib yubordi. Kelinchak uning aft angori o'zgarib ketganligini ko'rib, zo'rg'a tanidi. Negadir yigitning ko'zlari, yuzlari ko'karib ketgan, butun a'zoyi badani dag'-dag' qaltirayotgan edi. "Ha, oxir yetishdimi sizga", dedi kuyov bola tirjayib. "Tilla uzuk muborak bo'lsin jonim. Ammo dunyodagi eng baxtli kelinchak bo'lasiz. Bunga garantiya. Sizga hozir bir sirni ochaman. Bilganingiz ma'qul. Axir endi mening xotinimsiz. Lekin siz qo'rqmang, xo'pmi?" Shundan so'ng u cho'ntagidan shpris va allaqanday dorilarni chiqarib, buni ko'rgan kelinchak qo'rqqanidan yuzini berkitib oldi. "Endi qarayversangiz ham bo'ladi", dedi kuyov bola, tirsagigacha yalang'och qo'lini bukib ushlagancha. Oradan biroz vaqt o'tgach, kuyov allaqanday oq kukunni zo'r berib hidlashga tushdi. "Endi biroz dam olaman, keyin esa murod maqsadimizga yetamiz", deya u tirjayib o'zini o'rindiqqa tashladi. Nimalar bo'layotganini hech tushunolmayotgan kelinchak ancha vaqt unga tikilib turdi. Shu orada Zebu Zarning ko'zlari ilinganday bo'ldi. Biroq tezda cho'chib uyg'ondi. Nimagadir kuyovning xurrak otishi tingach, kelinning nazarida u nafas ham olmayotganga o'xshardi. Shunda u xavotirga tushib, ming bir istihola bilan yuzi dokadek oqarib ketgan kuyov bolani uyg'otmoqchi bo'ldi. Lekin u miq etgan tovush chiqarmasdi. Noiloj kelin kuyovning yuziga qo'lini qo'ydi-yu, muzni ushlaganday sanchib tushdi. Kelinning tomog'iga tiqilgan narsa faryod bo'lib otilib chiqdi. Bu voqeadan xabar topgan Zarif aka zudlik bilan qudasinikiga yetib kelganida qizi hovli o'rtasida turib dod solardi. U otasining bo'yniga osilib oldi. "Meni kechir qizim", dedi Zarif aka bo'g'iq ovozda. "Otang o'lsin bolam, seni shu kuyga solgan otang o'lsin. Meni kechir ona qizim." Yerdan tobut ko'tarilgandan keyin hovlining narigi chetida gilamdagi chala o'chirilgan "To'yimizga marhamat" degan hashamdor yozuv bir necha soatlar ilgari ma'nosini mutlaqo yo'qotgan. U ayni chog'da ayanchli istihozaga o'xshardi. Shunday qilib chimildiqda kuyov vafot etgandi. Azizlar, videoroligimiz yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib do'stlaringizga borib qo'yishni unutmang.